Abi hafta savdoda sizlar uchun arzon narxda yaxshi Nexia 3 mashinasi ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz yili 2018-yil, 4-pesi avtomat korobkasi bo'ladi. O'qinglar, mashina zo'r holat turibdi. 4 yumshoq yangi baloqli qo'yilgan, balon holatlar ham zo'r holatda ekan. Salon qismlarini o'qinglar ko'rishingiz mumkin. Salonlari ham yaxshi holat turibdi. Mashinaga yaxshi chexol ko'rli solingan. 300 ming probeg yurgan ekan o'qinglar. Mercedes deflektor qo'yilgan. Mashinani putlargacha ustunovka qilib qo'yishgan ekan. Orqa tomonlardan ko'rishingiz mumkin. Temir gaz ballonli ustunovka bo'lgan. Motor, korobka, ходовой qismida umuman muammosi yo'q. Mashina xullas minishga tayyor. Kraska holatiga keladigan bo'lsa o'qinglar, old orqalari pechat deyaptilar. Bir 45-50% kraskasi bor deyapti. O'zini uchun buni ham tekshirib, prerka qildirib olasizlar. Qimmat letlargacha ham qo'yib qo'yishgan ekan. Bu mashinamizni ukamiz bilan tortishib bo'ladigan narxi faqat oformib bo'lar ekan o'qinglar. $6600 shurt qo'ydi. $6600 ga 2018-yil 300 ming kilometr masofani bosayotgan 4-pesi avtomat korobka Nexia 3 mashinasi. Egalar nomerlarini qoldiramiz, bemalol telefon qilib barak qilishingiz mumkin.